Shveysariyaning Cialux brendidan yana bir ajoyib terini tozalovchi jelemiz. Ushbu tozalovchi jelemiz teridagi o'lik to'qimalarni, makiyaj qoldiqlarini va boshqa teri kirlanishlarini olib tozalab beradi. Asosan teridagi kattalashgan poralarni tozalashda, terining umumiy holatini yaxshilashda qo'llaniladi. Asosiy tarkibi dengiz suvi bo'lib, terini chuqur namlantiradi va minerallar bilan to'yintiradi. Tarkibidagi gialuronat natriy esa teri strukturasini mustahkamlab, terini yanada chiziluvchan va elastik bo'lishini ta'minlaydi hamda kichik ajinlarni to'ldirib beradi. Tarkibidagi kalendula aralashmasi terini tinchlantirib, qichishish va qizarishni bartaraf etadi. Terini yana ham yumshoq va mayin qilib beradi. Trimella, ya'ni oq qabartma qo'ziqorin esa terini yanada yumshoq va ipakdek mayin qiluvchi ajoyib namlantirish xususiyatiga ega. Ushbu jelemiz barcha turdagi, hattoki yuqori sezuvchan terilar uchun ham mos keladi. Teriga tez singib ketadi, yopishqoqligi yo'q. Ushbu mahsulotdan foydalanish orqali siz teringizga maksimum parvarish va oziqlantirish bilan birga yangilangan ajoyib ko'rinish hadya etasiz. Ushbu jelemiz yoshligini saqlab qolish va sog'lom teri to'qimalari uchun kurashadiganlarga eng to'g'ri tanlovdir. Xuddi mana shunaqangi ko'rinishda singib ketadi. Buni tezroq nima qilish kerak? Mana shunday teriga surish orqali teridagi o'lik to'qimalarni, hujayralarini chiqarib tozalab beradi. Nafaqat qo'l, balki yuz terisiga ham mos keladi. Mana shunaqangi mayda-mayda oq bo'lakchalar teridagi o'lik hujayrani chiqarib tozalab beryapti hozir. Hidi juda ham yoqimli, xushbo'y. Endi buni oltin kukun aralashtirilgan skrab deb ham ataymiz. Videoda teri xususiyatini ko'rsatib, his qildirish imkoniyati yo'q. Buni faqat qo'lingizda sinab ko'rganingizdan keyin bilishingiz mumkin. Ya'ni hozir terini tozalab bo'lgandan keyin teringiz xuddi yangi chaqaloqnikidek bo'lib qoladi. Ko'p surib yubordim, shuning uchun yeyilish ko'p qiyin bo'lyapti. Mana shunaqa yangilangan mayin ipakdek ajoyib teri qilib beradi. Buni faqatgina sinab ko'rganingizda bilishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, yaxshi jele. Yuz terisiga asosan juda ham yaxshi foyda beradi. Mana yuz teridagi kattalashgan, kengayib ketgan poralarni tozalashda effekti shunaqa zo'r. Bittada mana shu maska bilan teringizni o'sha chuqurlashib ketgan poralarni tozalab, keyin любой maskani sursangiz teriga juda ham yaxshi ajoyib effekt beradi.